BTS guruhi a'zolari o'zini profilini Instagramda qanaqa yurg'izayotganini ko'rdinglarmi? Bu instrument bilan siz ham foydalansangiz bo'ladi. Sizni ham axvatlaringiz shunaqa darajada uchib ketadi va sizga yangi obunachilar ham qo'shiladi. BTS guruhi a'zolari yaqinda armiyadan qaytishdi va ular mirovoy tur e'lon qilib, bepul konsert berib, yangi albomini chiqarishdi. Hozir bo'lsa, ularning fanatlari yangi albomdagi qo'shiqlarga video olishyapti va BTS a'zosining har bittasi o'sha fanatlarni reelslarida like bosyapti, komment yozyapti. Bu kommentariyani ko'rgan fanatlar yana ikkinchi video olib, menga BTS a'zosi komment yozdi deb yana kontent qilib joylayapti. Bu bo'lsa o'zi shundoq ham mashhur bo'lgan BTS a'zolarini rekomendatsiyada ushlab turishga va odamlarni ko'zini oldida bo'lishga sabab bo'lyapti. Bu instrumentdan siz qanaqa foydalanishingiz mumkin? Hozirgi kunda ko'p prosmotr yig'ayotgan va aktual bo'layotgan mavzudagi reelslarda siz o'zingizni izohingizni albatta qoldirib keting. Instagram sizni ham aktiv, faol foydalanuvchi deb o'ylaydi va sizni profilingizni rekka chiqaradi va sizga mos bo'lgan auditoriyani olib keladi. Yana shunga o'xshash layfhaklar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, profilimga obuna bo'ling.